O'zbekistonda endi oyliklarga 50% dan qo'shib beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpiska tugmachalarini bosib qolding. Endi O'zbekistonda ish vaqtida tashqari ishlaganlarning oyligiga 50% qo'shib beriladi. Ish vaqtidan tashqari ishlaganlik uchun 1,5 barobar miqdorda haq to'lash taklif qilinmoqda. Bugungi kunda ish vaqtidan tashqari ishning davomiyligini yiliga 120 soatdan oshirish mumkin emasligi hamda ish vaqtidan tashqarida ish uchun xodimga kamida 2 hissa miqdorida haq to'lash belgilanganligi ushbu mexanizmning ish beruvchilar o'rtasida keng ommalashtirilganiga sabab bo'lmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Ekologik partiyasi Fransiyaning yig'ilishida mazkur masalalar ko'rilgan, ya'ni ish vaqtidan tashqari ish uchun haq to'lash va uning davomiyligi soddalashtirilgan munosabat bilan O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksiga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi bilan mavjud 120 soatlik cheklovni olib tashlash va qo'shimcha ish uchun 1,5 barobar miqdorda haq to'lash taklif qilinmoqda, deyiladi xabarda.